Assalomu alaykum hammaga. Mana biz hozir Koreyaga ketish arafasidamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli O'zbekistonlik do'stlar, sizlar bilan uchrashganimda xursandman. Farg'onada o'tkazilgan O'lsin shahri bilan birga bo'lgan proyekt asosida Farg'onaga borib 3 oy muddat mobaynida o'qidik. Bu yerda ham koreys tilini qaytadan chuqurlashtirib o'rgatishdi, hamda borib ish jarayonida bo'ladigan harakatlarni bizga o'rgatishdi. Bizga bo'lgan yana bir asosiy qulayliklardan biri hozir shu bilet xarajatlari, yana boshqa to'lovlarni to'laganimizdan keyin, xudo xohlasa Koreyaga yetib borganimizdan keyin komissiya puli qisman bizga qaytarib beriladi. Shu tomoni ham bizga juda katta yutuq bo'ldi. Farg'onada joylashgan Koka markazida Ulsan loyihasida o'qidim va tanlanib hozir ketyapman. Taassurotlarim juda a'lo. Ketmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga koreys tilini mukammal o'rganib ketishlarini tavsiya qilaman, chunki u yerda mukammal o'rganib ketsa qiynalishmaydi. U yerga moslashish oson bo'ladi, tilni yaxshi bilgani uchun. 2024-yilda EPSTOPIK imtihonidan o'tib, muvaffaqiyatli mana shu bugunga yetib keldik. Migratsiya xodimlari, bizni o'qitgan ustozlarimiz, hammalariga rahmat aytamiz. Imtihondan muvaffaqiyatli o'tdi degani bu Koreya Respublikasiga vaqtinchalik mehnat faoliyatini olib borish uchun ketdi degani emas. Albatta buni o'zining tartibi bor. Imtihonlardan o'tgandan keyin fuqarolar spas ma'lumotlar bazasiga tushadilar. Tasdiqlangandan keyin Koreya ish beruvchilari tomonidan tanlab olinganda shartnomalar keladi. Shartnoma kelgandan keyin fuqarolarimizga biz murojaat qilamiz, aloqaga chiqamiz. Hurmatli fuqaro, sizga shartnomangiz mana shu yo'nalish bo'yicha keldi. Siz ushbu yo'nalish bo'yicha Koreya Respublikasi vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirishga borishga tayyormisiz deymiz. Fuqaro ha, tayyor degandan keyin shartnomasini qabul qilamiz. Fuqarolar keyin tibbiy ko'rikka jalb qilinadi. Tibbiy ko'rikka borib turib o'tgandan keyin sog'lom bo'lib o'tgan fuqarolar keyin vizaga hujjatlarini topshirishadi. 14 ish kunida elchixonadan vizalari chiqadi. Qaysidir ish beruvchi menga mana shu 10 ta tanlagan ishchimni mana shu sanaga olib kirishda amaliy yordam bering deb tasdiqlab bizga ro'yxatni bergandan keyin biz o'sha ro'yxat asosida ishlaymiz. Hududiy filiallarimizga ushbu ro'yxatdagi ma'lumotlarni beramiz va fuqarolarimiz ketishdan oldin ko'niktirish kurslari oldin aytganimizdek bir haftadan hozir 4 haftaga o'zgartirilgan. Fuqarolarimizni maksimal darajada koreys tilini o'rganishlari va qayta takrorlashlari, u yerga borgandan keyin ish beruvchilar bilan muloqotlar qanday darajada bo'lishi, o'sha davlatning qonun qoidalari, ichki tartiblariga rioya qilish bo'yicha hamma narsalar ko'niktirilib borilmoqda. O'rnatilgan tartibda hududiy filiallarda borib qolgan jarayonlarni amalga oshirishadi.